361 hadis Hakim ibn Qays ibn Asimdan ekan أن أباه أوصى عند موته ببنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منهبة الكريم ويستغني به عن اللعيم وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تسحر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. Hakim ibn Qays ibn Asim degan kishi aytadilarki, kishini otalari vafotidan oldin o'g'illarini to'plab vasiyat qilgan ekan. Vasiyatida aytdilarki, Allohga taqvo qilinglar. Mendan keyin kattalaringizni o'zlaringizga boshliq qilib olinglar. Qaysi qavm o'zini kattasini, katta yoshdagisini o'ziga boshliq qilib olsa, o'shalar otasini orqasidan yaxshi ish olib boradi. Otasiga yaxshi o'rinbosar bo'ladi. Agar kichkinalarini o'ziga boshliq qilib olsalar, boshqalar ulardan kuladi. Boshqalar demak o'zining tengdoshlari ham ulardan kuladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bunday qilmalari. Endi sizlar molni mahkam ushlanglar. Lozim tutinglar, uni kasb qilinglar, topinglar. Chunki mol dunyo yaxshi bo'lsa, haloldan topilgan bo'lsa, karamli kishi uchun bir eslatma bo'ladi. Uni demak bir muomalasini yaxshilashga sabab bo'ladi. Moli bor odam pastkashlardan behojat bo'ladi, ularga yalinib yurmaydigan bo'ladi. Sizlar odamlardan bir narsa so'rashdan, tilanib, boshqa qilib, uningni ber, buningni berish deyishdan hazir bo'linglar, uni qilmanglar. Chunki bu hech iloji qolmaganda odam qiladigan narsa bu. Hech iloji qolmaganda qiladigan narsa. Agar men o'ladigan bo'lsam, orqamdan ovoz chiqarib yig'lab, bu narsalarni aytib yig'lamalaring. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'shnaqa qilib yig'largan emas. Agar men o'ladigan bo'lsam, meni dafnimni Bakr ibn Voyil qabilasi bilmaydigan qilib ko'minglar. Chunki ular bilan men jahiliyatda bir urushib qolgan edim degan ekanlar. Mana shu yerda demak bir to'p odam, aka-ukalar bo'ladimi, qavmi qarindosh bo'ladimi, urug' bo'ladimi, qabila bo'ladimi, o'shaqa o'zlarining ichida tajribalik, katta yoshdagi kishilarni o'zlariga rahbar qilib olishlari kerakligi, o'shini rahbarligi ostida ish olib borishlari zarurligi to'g'risidagi rivoyatni demak keltirilgan ekan.